Yaqinda faoliyatingni tugatishing haqida aytib o'tganding. Tez orada. Bu qachon bo'lishi mumkin? Tez orada deganim bu nimani nazarda tutishi mumkin? 10 yildan 10 yilgacha. Demak, odamlar men yaqinda deganimda odamlar 6 oy, 1 yilni nazarda tutishadi. Albatta men hazillashaman. Oldin aytib o'tganimdek, hozirgi lahzalarda o'zimni yaxshi his qilyapman. Hali gol uryapman, tezkor va o'zimni bardam deb bilaman. Terma jamoa va klubdagi o'yinlarimdan mamnunman. Keling, haqiqatni aytadigan bo'lsam, men tez orada degandim, ya'ni bu 1 yoki 2 yil bo'lishi mumkin. Unda sen aytishing bo'yicha oldimizdagi jahon chempionati sen uchun oxirgisi bo'ladi. Albatta ha, chunki yoshim deyarli 41. Hali bilmayman. Avval aytganimdek, hozirgi ondan zavqlanmoqdaman, ammo men tez orada desam, bu haqiqatda ham juda tez degani. Chunki men futbolga bor narsamni berdim. So'nggi 25 yil davomida o'yindaman. Hammasini bajardim, turli sharoitlarda, klublarda ham, terma jamoalarda ham juda ko'p rekordlarim bor. Men bular bilan haqiqatdan faxrlanaman. Shuning uchun kelinglar, shu lahzalardan zavqlanaylik, shu on ichida yashaylik.